Hürmetli radio anlıqçılar, mikrofon aldıda Qalbinur Alnazi, programı muharriri Dilxumar Dilshad. Anlayatqanlar, Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Beyjingdan berip atқан programmasi. Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlatışlarını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Halida İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarimni naladi. Kimlarning qo'lida qo'rilib yurdi. Nima kunlarni ko'ryotdi. Ben her qaysini pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni nemishqa orzulabdiki, mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Şu namalum yol manga çöçeklardaki barız kelmez yolunu eslatdi. Şu yolga mangmoqchi bo'ldim. To'satdan bu xiyoliy dunyoda mendan ancha yiroq bo'lmagan joyda yana bir odamning borligini ko'rib qoldim. U to'g'risiga tashlab qo'yilgan o'rik ko'tiki ustida qo'li bilan engikini yulib, cho'nqur xiyolga petib o'tirdi. Chochlari va yipinchoqlab olgan kaltipoqlik chopiniga qor qo'nib ketgan edi. Sel egilgen qadi qomatida. Keng peshonasi, tüptüz qirliq burni, qisılgan ko'zlarida. Yo'g'on qaramtul qo'llarining ko'rinishida teshig'i tepib turgan g'oyat ichki go'zallik bilan erlarga xos mardona tashqi go'zallikning ajoyib birlashishi bor edi. Men uningga ko'z uzmay uzoqqa qarab turdim. Ichimda mana haqiqiy inson degan, mana er kishi degan. Bu şundaq odam bilan birga o'tsang, dunyodan ormonsiz o'tmamsan deb o'yladim. Yuragimda issiq bir iqim mavj uratdi. Ko'zlarimga yosh to'ldi. Uning oldiga tiz cho'kib, o'sha yo'g'on, mehribon qo'llariga beshimni qo'yib varqirab yig'ilg'im keladi. O'sha kun, o'sha manzara qalbimda umrvoyat saqlanib qoldi. Ikkinchi kuni tong saharda havo birdili echilib, yer jahon chaqnab, illiq optob qutuldi. Tushgacha tunugunki qorning asrimi qolmadi. Quyoshning tiklishishiga agishib, qor suyugi to'yinib, zaylishib ketgan yerlardan quyi qo'r ko'tarilishga boshladi. Maktab oldidagi do'ngdan qaraganda, hamma yerni qoplagan, asta-asta surilayotgan xo'rlar xuddi tutash oq bulutlardek ko'rinadi. Kishi o'zini bulutlar orasida uzib yurgandek sezadi. Men ana shuningdan keyin bildimki, boshqalarning ko'zi bor ekan. Sahib Jamol qachonlardandir tortib Akbar muallimning yotiqini ko'p cho'rgilaydigan. Uning gapi chiqsa, ko'zlari o'ynab ketadigan bo'lib qolgan edi. Kechlari ishxonada Akbar muallim qo'zg'almog'icha u qo'zg'almaydi. Akbar muallim kelmagan kunlari u bir ishlarni bahona qilib yotoqqa ketib qoladi. Atidan kechgacha og'zidan Akbar tushmaydi. İçtarlık aralaş onunla iç ağrıttı. Beçarının yüzü xuddi qo'qa seçip etkendek suvari dağ. Sepgüller bilan qaplangan edi. Bu holati bilan o favqulodda hüneri bo'lmasa, erlarni osonlikcha o'ziga qartalmaydi. Biroq uni hüneri yo'q deb kim aytalaydi? Uzun yillik to'lliq, yolg'izlik onunga hammani o'rgatgandi. Onun üstiga Akbar muallimu kunlarini ana shundoq yolg'izlik, zerkish ichida o'tkazib. Bularni o'ylasam, qo'rqinchdan yurak so'qishim to'xtab qolgandek bo'ladi. Put qo'lim muzlab ketadi.
turupla özümning bu holatimga kulgum keladi. Nima bo'lib o'tirgandiman? U dadamdek odamgu, xuduni bola chaqisi bor. Mudir Akbar muallim ikkimizni chaqirib maktab qiroatxonasini radga silib, kengaytib qurish to'g'risida paranglashdi. Men mudirning so'zlaridan bu taklifni berguchi ham meni bu ishga tortquchining Akbar muallim ekanligini sezib oldim. O'g'irliqchi chiroyiga qarasam, xotirjam, hech narsani o'qimagandek o'ltirdi. Xotirasiga bir nimalarni yezib o'tdi. Mudirdan keyin u o'zining bir muncha plan, tasavvurlarini o'tirg'i qo'yib, mudirni ertiblayotdi. Mudir xushal bo'lganidan tizig'i chapaloqlab, "Yaraysizlar. Sizlardek o'qituvchilardan ko'proq bo'lgan bo'lsa, maktabni 2 yilda shahar bo'yicha namuna maktabga aylantirgan bo'lardim. Dadil ishlayveringlar. Pul xarjlashdan qo'rqmay, shaharga berib yangi kitoblardan elib chiqinglar. Hamda sohadan bo'lsin. Bizning bolalarimizmi shahar bolalaridek xohlagan kitobni tepib o'qiy oladigan bo'lsin." Ishni shu kunila boshlab etdik. Kutubxona hojatxonaning yonidagi bir eg'iz kichik sinf ekan. Tom bo'ylab qo'yilgan, to'pib esib ketgan ko'ni shkaflarda qizil muqoviliq Mavzudning tanlanma asarlari. Mavzudning so'zlaridan uzundilar to'lib ketibdi. Shkafning bir burchikiga Dongsunri, Leifing haqida hikoya, Yan'an mudofiasi degandek bir necha kitob tashlab qo'yilibdi. O'ttirida sinflardan elib chiqqan bir necha juzi o'rindiq. Qiroatxonaning bor yo'q mulki ana shularla edi. Ikkimiz yangilarimizni turib, ishkab, tam to'rislarni tozaladik. Deriza ayniki bilan pulni surtdik. Kitoblar bilan jo'zi o'rindiqlarni ratlab, bor kitoblarni turlar bo'yicha tizimlab chiqdik. Akbar muallim ishning ko'pini o'zi qilganiga qaramay, kiyimlarga chang qo'ndirmadi. Men shunchalik falokatlik qildimki, sochlarimdan tortib oyoqlarimgacha chang to'zonga melinib ketdim. Kitoblarni ratladim deb, hadislar yerga tushirib etdim. Pulni surtib etib, jo'zi o'rindiqlarni o'rib etdim. Akbar muallim abdimga qarab, oppoq tishlarini ko'rsatib kuladi. "O'ltirsa bo'rini, qopsa mo'rini chovibdi" degan tamsilning obrazligini bugungidek cho'nqir his qilmagan edim. Deb tishimga tegadi. Uning chaqchaqlariga terik etdim-yu, orqadan o'zimni qo'shilib kulib ketdim. Biz shaharga 3-4 qitim kirib, kitobxona orlab yurib, bir necha yuz parcha yangi kitob elib chiqdik. Kutubxonamiz bara-bara kutubxonaga o'xshag'ili turdi. U darsga kirib ketganda men darsga kirib ketganda u boshqaratdi. Kutubxonamiz bolalar bilan to'lib turadi. Kitoblarga qanoat qilmay Akbar muallimdan uni buni so'raydigan bolalarmi bor edi. Bir kuni yuqori yillik sinfining bir o'quvchisi uningdan, "Muallim, Uyg'urlarning ichidan danglik yozuvchi chiqmaganmi? Nemishqa bizning romanlarimiz yo'q?" Akbar muallim uningga turk tillar devoni, Qutatxubilik deganga o'xshash dunyoga mashhur kitoblarimiz borligini aytib berdi. U chog'dagi bolalar Mahmud Qashqari bilan Yusuf Qas Hojibni bilmaydi. Abdurahim Nizarni texmi bilmaydi. Shunga Akbar muallimning klassiklar to'g'risidagi so'zlab berganlarini ko'zlarini yo'g'on etib, ajoyib bir rivoyat anglagandek anglashadi. Faqat yiliqi o'quvchilar qoyil bo'lmagandek bir alfozda, "Ajdodlarimiz burungi zamonda shunday ishlarni qilib ekan, hozir nima ish qilolmaydi?" Pahmau savolning qattiqligini. Akbar muallim shundoq deb kulib qo'ydi. Biroq o'sha savolni u zodila unutib qolmadi. Ishxonada paranglashib o'tirgan vaqtlarimizda u ko'p qitim o'sha ishni misolga elib, "Ko'rdinglarmi? Avlodlar bizni texmi jiddiy so'roqqa tortadigan kunlar keladi." Uzun kechlarda o'sha kichkina kutubxonada udul o'ltirib parangga tushib kelsak, gapimiz tugamaydi. Adabiyotdan, tarixdan, jungo va chet ellardan, jamiyatdan, kelgusidan belginimizni qo'ymay so'zlashatdik. Talishib qolatdik. Oshu buruqturma yillardagi ko'p qism ziyolilarga o'xshash biladiganimiz cheklik edi. Sovet ittifoqining Stalin davrida nashr qilingan bir qism kitoblaridan. Maktabda o'rgangan yerim yarda, ba'zilari xeyli bir taraflama darslardan boshqa bilim manbayimiz yo'q edi. Ammo uning ko'rgan bilganlari,
anlıqanları turmuş tecrübesi mol idi. Məsələlərə acayip toğra, çonqur qaraydı. Mening gödəklik, yüzəlik çıxıb turduğan qarışlarımni o əzəldən məsxir qılmaydı. Texi, məsələlərə müstəqil qarışınız var. Muşu yeriniz yaxşı deb maqtab qoyatdı. Bəzi günləri öz-özüge sözləvatqandek asta sözləb ketətdi. Ötken günlərini, tartqan həmi cismani və ruhi xorluqlarını. Mən nurgun işlarni beşimdən keçirdim. Ən oddiy həm tüpki haqiqatni şu oddiy xalqdan öyrəndim. Odamni xorlamaslik kerakkan. Biz hammamiz insonni qadrlashni, uning baxtsizligiga ich og'irtishni, esdashlik qilishni o'rganib olishimiz kerakkan. Men turmada o'g'ri, yonchuqchi, qotil deganlardan ko'p yaxshilik ko'rdim. Afsuski, hamma yomonlikni ba'zi yaqin do'stlarimdan, madaniyatlik ziyoli hisoblanadigan qalsi bir taraflama qarashlar bilan to'lib ketganlardan ko'rdim. Aşıla mangla emas, sansız kishilarga baloy ofat, o'lim, baxtsizlik ep keldi. Afsuski, o'z qilmishidan qilchi vijdon azobi tatib boqmadi. Mangu ham tatmisi kerak. Azob, yanala azoblanishni bildigan yurakning ishi o'xshaydi. Ko'zimni yumsamla yo'l qizirib ketgan yalang'och badan. Yomg'irdak tushayotgan kaltak, musht, tepik, haqoratli so'zlar keladi. Tushimda mushularni ko'raman. Varqirab-jarqirab, chiliq-chiliq targa cho'milib uyg'onib ketaman. Uning so'zlari yuragimni jig'ildatdi. Bu mening o'tmishim emasmi? U hayot tarafidan o'gaylanibdi ekan. Xo'rluq, insoniy huquqiy qadr-qimmatini yo'qotishning ochiq ta'mini tetibdi ekan emasmi? Bir kuni kona, cheklangan kitoblar dovisidan nipizg'ina bir to'plamni tepib oldim. U Dal Akbar muallimning 60-yillarning beshida nashr qilingan kitobi ekan. Shu oqshimi Sohib Jamol bilan Maryamning chiroqni o'chirmadan, uxlatmadan deb qoyishlarga qaramay uni o'qib tugatdim. Go'zal til, chin hissiyat bilan yozilgan bir hikoya menga bekmi qattiq ta'sir qildi. Atsi kutubxonada ishimiz yolg'iz qolganda men uningga "Men oqshom bir hikoya o'qidim. Ajoyib yaxshi yozilgan ekan." Voy, rasmo, qanday hikoya ekan u? Bir yigit bor ekan, adabiyotga havas qiladi ekan. Bekmo hissiyatliq, xiyolchan ekan. U bir qitimliq tansida ajoyib go'zal bir qizni uchirtib, uningga oshiq bo'ladi ekan. Keyin ular to'y qiladi ekan. Biroq to'ydan keyin u ayolining ko'rinishidagi va o'z tasavvuridagi farishta emasligini, balki o'zini qilchi tushunmaydigan ochko'z ham shuhratparast ayol ekanligini his qiladi ekan. O ayoli bilan ajrashish qaroriga kelgan kuni ayolining homilador bo'lib qolganini anglab, muhabbat, baxtli turmush to'g'risidagi barliq shirin orzularidan kechib, texi dunyoga kelmagan farzandi uchun muhabbatsiz oilasini saqlab qoladi ekan. Men hikoyani so'zlayotganda uning ko'zlari lovuldab yongandek bo'ldi. Hikoya oxirlashishi bilan tang ko'zlaridagi o't o'chib xiralashdi. Nimadir demoqchi bo'ldi-yu, ig'iz ochmadi. Anglashimcha, bu hikoya avtorining o'zining kechirmishi ekan-a? U yanada un chiqmadi. Ammo beshini ko'tarib menga hasratli kulimsirab qarab qo'ydi. U ajoyib ichinishli kulimsirash edi. Shu kulimsirashdan uning nima uchun doimli bir nimasi kamdek yuradiganligini, shanba, yakshanba kunlari uyga qaytmaydiganligini, nima uchun ovu kundagi qorda o'zi yolg'iz cho'nqur xiyolga petib o'ltirib ketganligini tushungandek bo'ldim. Ikkimiz uzoqcha un-tinsiz o'ltirdik. Uning parishon holiga, o'zmay tamoki chekishlariga qarab, o'zimning aqlsizlik qilganimga pushaymon qildim. Bir nima qilib ko'nglini yasamoqchi, xiyolidan chalg'itmoqchi bo'lardim. Ammo gapni qanday boshlashni bilmaydim. To'g'risida qo'yuq ko'kish tamoki silaylab yuradi. Konserva qutisidan yasab olgan kuldan allaqachon to'shib ketgan edi. Men uning tamoki isidan qisilgan nursiz ko'zlariga qaradimda, o'rnimdan turib, ostag'ina uning yeniga bordim. Qo'lidan tamokini elib o'chirib, kuldonga tashladim. U beshini ko'tarib, menga xiyilgacha un chiqmay qarab turdi.
Sirtda bahar osmoni yulduzlar bilan to'lib ketgan edi. Ikkimiz sukut ichida ayrildik. Yotoqqa kirsam karavotga o'chirilib, sohib Jamolning beshi ko'rindi. "Nalada yurdingiz? Soat 12 bo'lay dedi-jumu. Siz degan qiz bola." Nemish qudur Akbar muallim bilan paranglashib o'tirdik deyishga tilim bormadi. Kutubxonada topshiriq tekshirdim dedim. U yana nimalarni deb gap tashmoqchi bo'lib edi. Uyqum kelib ketganini ifodalab, o'nlik asnab kerilib qo'ydim. Ko'rpamni tortib silib, o'zimni ustiga tashladim. Garam bir holatda edim. Men ham tormizlanib qolgandek hech narsani o'ylag'im kelmaydi. Nemish qudur o'pkam o'rilib yig'ilg'im kelib turadi. Uzun o'tmay ko'z yoshlarim yipi uzilgan marjandek do'milashqa boshladi. Yotqonga mahkam purkinib elib, uzoqcha bo'g'ilib yig'ladim. 2 hafta bo'ldi. Taruq yana yo'q bo'lib ketdi. Yotoqdoshlarim u mushunda qilib maktabni zeriktirmoqchi deyishdi. Maryam uyiga yana bir qitim berib keldi. Bu qitim ushoq tushaklardan boshqa 2 yoshlik o'g'lini mu elib kelgan edi. Bir kichik bola yotoqimizni rastla bozorga o'xshitib qo'ydi. Uni ko'rib, zavqozning bolalari mu ishimizdan ketolmaydigan bo'lib ketdi. U darsga kirib ketganda bolasi ishxonada qoladi. Mundaq chaqlarda Akbar muallim uni ko'tarib elib o'ynatib ketadi. Bara-bara u Akbar muallimdan bir qadam ayrilmaydigan. Hatto opsig'i mu unmaydigan bo'ldi. Uning bolani qo'roda, yo'llarda goh yetilab, goh hopoch qilib o'ynatayotganligini ko'rsam, ko'nglimda qizg'inishdek bir xil sezim paydo bo'ladi. Ularning yaqinligiga, uning chiroyida, qo'llarida, butun vujudida porlab turgan o'tlarcha mehribonlikqa qonmay qarab qoladim. Amaliyotda men uningga hikoya so'zlab bergan shu oqshomdan tortib, ikkimizning o'ttirisida bir xil yiroqlik paydo bo'lgan edi. Ikkimiz yolg'iz qolgan vaqtlarimizda ilgirgidek erkin paranglashmaydik. U bola bilan bo'lib, mening bor yo'qligimni ancha hisobga olmayotgandek ko'rinadi. Menmu ilgirgidek og'zimga kelgancha so'zlashdim, chaqchaq qilishdim, kels qiydashdim. Yotoqlarga usib kiraverishdan ayminadigan bo'lib qolgan edim. Ana shundoq buruq turmaliq ichida yillik imtihonlar yaqinlashdi. Hammamiz yana oldirash bo'lib ketdik. Shu oldirashchilik ichida bir mazgil hammani unutgandek bo'ldim. Oqshimi charchig'inimdan yotoqqa kirib o'zimni o'ringa etishga oran ulgurdim. Bir kuni yerim kechida qo'rsqimning tuyuqsiz qattiq og'rishiga chidamay, ollu to'v silib yotoqdagilarni uyg'otib etdim. Ular Akbar muallim bilan zavqozni uyg'otdi. Dastlabda meni doktorxonaga eshak karvisi bilan oparmoqchi bo'lishdi. Akbar muallim "So'qir choy bo'lib qolsa, choy qilib yotoq bo'ladi, yutib oprayli" dedi. Men uningga xafash bo'ldim. Xuddi Maryamning bolasidek qo'llarim bilan uning bo'yniga giraz elib, tarlab ho'l bo'lib ketgan chachlarimni, og'riq dastidan ishki pukilgan tenimni uning kang, qomatli yelkasiga ching chopladim. Uning illiq vujudidan badanimga tarqayotgan harorat meni xeyli tinchlantirgandek bo'ldi. U 2 kilometr yo'lning har bir qadamini ehtiyot bilan elib, meni murisidan tushirmay doktorxonaga elib bordi. Yerga qo'yishi bilanla yana og'riqim tutib ketmasmi? Darvaqa so'qirish chekkanman. Darhol operatsiya qilindim. Ko'zimni ochsam kasal karavotida yetibdiman. Kimdir birsining qini osma o'kul yengmisi orqali tomirlarimga tarab etibdi. Ko'z oldimda Maryamning o'ruq, kichikkina yuzi, chekitdek qop-qora, harakatchan ko'zlari paydo bo'ldi. Shuning bilan tangla kallamga tunji qitim ko'rgandekidek, buning ko'zi choshqonning ko'ziga ajabmi o'xshaydikina degan g'alati xayol keldi. Kulmoqchi bo'lib edim, bir yerlarim tortishgandek, yengli sanjilayotgandek bo'lib kulolmadim. Faqatla lavlarimni sal-pal qimirlata oldim. "Qandaqroq, xeyli yaxshi bo'lib qolgandek turamsan. Doktorlar operatsiya bek o'ngishli bo'ldi, dal vaqtida ep kelibsizlar deydi. Haras, mavqan kimning? Deb baqaqini.
bu qancha qara Akbarkamning sening qining abi ekan, doktorxonada munda qon yo'q-ku, shunga yelim yaxshi Akbarkamning qini o'kan degina. U menga qo'shiq bilan qaynoq suv ichkizib yetib, yana nimalarnidir deydikin, hech qaysisini anglamadim. Qo'liqimning tubida kimning qini bilamsan, Akbarkamning degan so'zlar vong'ildab takrorlanadi. Beshim qiyib, xiyol bilan tushning orliqida yana yiroqqa o'tgan kunlarga ketdim. 4 temidan shamol o'tishib turadigan qop-qorong'u, islash oshxonaning bir burchagida supiga silingan yirtiq ko'rpa ustida o'riqliqdan bir tera, bir so'ngak bo'lib qolgan 12-13 yoshlardagi qiz bola o't kavop bo'lib yotadi. U atrofga alang-salang qarab, gaz bog'lab ketgan qalpoqlarini tasda midirlatib, suv deb ingraydi. Ammo to'rdagi uyda mashning yenida issiq choy ichib o'ltirgan dadamu yoki uning o'zidan xeyli kichik ayolimu uning ingrashlariga parvo qilishmaydi. Qiz bola tirajab qopib, paygodagi sovuq suv qachilangan kupga qarab o'milaydi. Go'yo kup uningdan qechib ketayotgandek hech yetib bora olmaydi. Ko'zlarim ishikda. Shundaqdimi sirtdagi har bir tevishdan cho'chiyman. Kimnidir kutaman. Lekin yuragimda qo'rqinch titrak. Maryam bilan Sohib Jamol navbatlashib holimdan xabar oldi. Men ularga nima deb minnatdorlik bildirishimni bilmayman. Mudir, Zabxuz, Saud muallimlar ishga qitim yo'qlab keldi. Farruq garchi menga bir nima demagan bo'lsa-mu, chiroyidagi o'ng'aysizlanishni, xijillikni ko'rib, uni kechirib har qitim ular kelsa xushallikdan kichik boladekla bo'lib ketaman. Ketishi bilanla yana bir narsamni yo'qitib qo'ygandek parishonlik, iztirib ichiga tushib qolaman. Oxiri o'qib yod bo'lib ketgan kitobdan birini qo'limga olaman-da, takror o'qishga boshlayman. O'qu ko'zlarim yumiladi. Illiq, xushbiroq bo'shliqqa beshimchi cho'kib ketgandek bo'laman. Ushtim tut uyg'onib ketdim. Ko'z oldimdagi manzaraning yo'qolib ketmasligi uchun nafsimni ichimga tortib, kirpiklarimni qimirlatmay yotdim. U oyoq tarafimda o'ltirib, tizidagi imtihon qog'ozlarini ko'rib o'tirdi. Shunchalik berilib ketibdiki, qo'shimsi sal turilgan. Turibla lavlari belinar-belinmas midirlaydi. Qog'ozlarning yennikini shirqlishiga agishib, chiroyida goh qanoat, xushallik parqirab qolsa, goh afsuslik ochiq soy tashlab o'tdi. Chiroyi totirib, engaklari ushlanib qoldi. Chekisidagi oq chochlarim ko'payib qolgandek. Men uningga nima qilib beralarman? O'sha xiyol bilan tangla yana o'pkam o'rildi. Yig'lab etmaslik uchun lavlarimni mahkam tishlab oldim. Shundaqdimi qisqa bir o'ksish bo'g'zimdan etilib chiqdi. U ishtik beshini ko'tardi. O'rnidan qopib yonimga keldi. Chiroyi tashvishli edi. Nima bo'ldingiz? Bir yeringiz og'riyotgandi. Yo'q, tushimda. U qaytib o'ltirgan chig'ida chiroyida boyqi kuyimchanlik, tashvish alomatlaridan asar qolmagan edi. Xuddi tunji ko'rishgan kishidek sovuq, parvosiz bir ohangda kasallik ahvolimni so'radi. Rasmiyat yuzsidilla ancha-muncha tasalli berdi. Oxirida imtihonlar tugizila o'qituvchilar birlikda Maryamni uyiga olib qo'ymoqchi bo'lishayotganligini aytdi. Demisamu 2,5 oylik ta'tilni yotoqda qandoq o'tkazdi? Ta'til degan so'z yuragimga xanjar bo'lib sanchildi. Maryam ketdi ekan. Sohib Jamolmu shaharga. Ota-onasining qishig'i ketdi. Umu ketdi. Xotinining, bolalarining yeniga, o'ziga tava bo'lgan turmush qo'yniga. Faqat men qolaman. Hamma odamning turmushining, baxt-taliyining sirtida. Mening yo'limga qaraydigan, g'imimni yeydigan hech kim yo'q. Aras, ta'tilda qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? U ko'nglimdagini sezgandek ehtiyot bilan so'radi. Qanday qilatdim? Yotoq boqaman shu. Ilgari petishmaydiq. Endi o'ng chiqaladigan. Rosa yeyirib olaman.
kulimsirashga tirishdim. Ammo u shundoq bechoralarcha kulimsirash bo'lib chiqdiki, nomus qilganimdan gejgamdan g'ushida tarchiqib ketdi. Ichimda o'z-o'zimga ochiqim keladi. Mundaq qilayli. To'liq saqayguncha shaharda biznikida turing. Uylarimiz kang tasha, ayolimi uncha yomon ayollardan emas. Sizmi mundaq yolg'iz o'tayvermay, tang tushlaringiz yoshlar bilan ko'proq aralashib turing. Yo'q. Bir tutam chechim yana ko'zimga tushib oldi. Tarsaliq bilan beshimni keynimga silkidim. U yana o'zini tutolmay kulib etdi. Sizda amsa bo'ldilar. Avval doktorxonadan chiqing. U nimanidir demoqchi bo'ldi-yu, gapining oxirini yutib yetib xiyol surib qoldi. U chiqib ketgandan keyin nima demoqchi edi ekan deb uzoq o'ylandim. Doktorxonadan chiqdim. Ko'pchilik menga birer ishga oyatgudek un, guruch, moy, o'tin ko'mir degandek narsalarni taqlab berib, birdan ishkidan tarab ketishdi. O'zim yolg'iz yotoq ishkida o'ltirib cho'ldarab qolgan qo'rg'a. Qolipliqliq uylarga qarab, ko'nglim etqusiz yerim bo'ldi. Akbar muallim jimmida ketibdi. Har qancha bo'lsin, meni ko'rarga ko'zi bo'lmasimi, xo'sh deb qo'ygan bo'lsa, eslab olarmidim, deb ketdim. Qo'limdagi tayoqda yerni jijab o'ltirib, uning ayolini, bolalarini ko'z oldimga keltirdim. Zapxozning semiz, qachal qarasa potisi sanglab turadigan kichik o'g'li oldimga kelib birdam hongviqib qarab turdi. Mendan sada chiqmagandan keyin u zo'ngzib o'ltirib, meni do'rab yerni jijashqa boshladi. Ikkimiz yerni jijashqa shunchalik berilib ketibdiki, uzun bir soya sizayotgan rasmimning ustiga tushgandila cho'chib beshimni ko'tardim. Akbar muallim ikkimizning sizg'anlarga engishib qarayotdi. Men uning yerdagi rasmimni to'nib qilishidan qo'rqib, sizg'anlarimni qo'llarim bilan o'chardim. Sal nerida yana bir yosh odam bizga qarab kulimsirab turadi. U xuddi uloq bozoridagi xaridordek menga boshdan oxirigacha sapsilib chiqdi. Men ularni yotoqqa taklif qilib etib, uning paypoqsiz pochoqlarimga sinchilab qarayotganligini sezdim. Bu hargiz shahvaniylik chiqib turadigan qarash emas. Balki olmoqchi bo'lgan uloqning pochoqlarini tutib, urib boqqandikiga o'xshash bir xil qarash edi. U yotoqqa, sanduq, chamadon, o'rin ko'rpalarga, tomdagi suratlarga ana shundoq sinch ko'zlari bilan qaradi. Orqadan bu ko'zlar yana mening yuzimga yo'tkaldi va uzoqcha qo'zg'almadi. Nemishqidir uning qarashlaridan yuzimga yepishqoq, moylash bir narsa choplashib qolgandek tuyg'uga kelib qoldim. O'sha yepishqoq suyuqlikdan qutulish uchun bir necha qitim o'rin yengushlab boqdim. Ammo qutula olmadim. Yuragimda unsiz g'azab yonatdi. Ularning savollariga qo'pollik bilan javob qaytardim. Hatto ba'zilarini javobsiz qoldirdim. Ular oxiri qo'zg'alishdi. Xaridor sifat yigitning toshda qatgan chiroyidan mansitmaslik chiqib turadi. Kayfim shunchalik yomonki, Akbar muallimni choynab purkivatsam deyman. Ammo u o'zi yolg'iz xo'shlashqili kirganda ochiqim to'zg'oqdek to'zibli ketdi. U hijolatchilik oralash bir nimalarni deganda qildi. Deganlarning birini anqira olmadim. Xo'shmi deyolmadim. Qarab turib qoldim. U chiqib ketdi. Dunyo yana huvuldab qoldi. Ochiq turgan eshikdan optopli qoqos ho'yli ko'rinadi. Eshik tugida heliqi semiz bola burnini eqitqadicha bir barmoqini sho'rab qarab turadi. Ani shu kunlarda hozirga qadar o'zimga iqror bo'lmay kelgan bir haqiqatga, uningga o'lgidek oshiq ekanligimga tantardim. Umidsiz muhabbat go'yo bir og'riqdek vujudimni chirmab holimni qo'ymadi. Qanday qilaman? Bu darddan qanday qutulaman? deb qayta o'zimdan so'raydim. Ko'z yoshlarim to'xtamay quyiladi. Kunduzlari uning qulpliqliq ishiga qarab o'ltirib, uning menga shu qadar tonish bo'lib ketgan har xil qiyofatlarni ko'z oldimga keltirdim. Kechalari uni tushaydim. Gelimdan g'izo o'tmaydi.
Bir kuni aynakdan o'zimni ko'rib qo'rqib ketdim. Sochlarim cho'q, chiroyim zabrangdek sarg'ayib, ko'zlarim o'ltirishib ketibdi. Bu menmi ha? Deydim o'z-o'zimga. Mundaq ketaversam bo'lmaydiganligini his qilib, o'zimni xiyoldan chalg'itishga tirishdim. Kichkimdan rasm chizishni yaxshi ko'ratdim. Shu kunlarda yana shuni tepib oldim. Zapxozning kichik o'g'lini har xil holatda turg'izib 5-6 parcha chizdim. Bu jarayonda uning bilan obdala chiqishib qoldik. Men uningga burningni aytib yur deydim. U mening gapimni anglab, yotqimga kirishdan burun burnini yengil surtib yetadigan bo'ldi. Men oxiri qo'l yig'liqimni uning chopiniga tikib qo'yib orom topdim. U menga binodan suv akilib berdi. Ba'zida yenimda o'ltirib, do'rab bir nimlarni chizib ketadi. Bir kuni semiz xotin bolasini izlab kirib, uni shu holatda ko'rib xushal bo'lib ketdi. Voy jinim saqam, aqlingdan aylanib ketay. Mushtek turib mush narsalarni sen sizdingmi? Ha balam. Ko'rdingizmi singlim? Mening bu balam zodi aqlliq. Boshqalarimga o'dit emas, lekin mushimiza cho'ng bo'lganda qanday katta odam bo'larkan deb ketdiman. Haras, siz yangi kasaldan qo'pgan odam. Taranasi lazım bo'lsa bizga hayt deyitan jumu. Bozorda ish kuchingiz bo'lsa bizning bolalarni bo'yirib yeting. Chira balam. Men uningga chin dilimdan minnatdorlik bildirdim. Yolg'izlik dardidan sarang bo'lay deb qolgan bu kunlarda munchilik so'zlar bek muqimmatli to'yildigan kishiga. Yozning uzun kunduzlari bekmi osti o'tmoqda edi. Kunlarni sanagancha dard hasratim kuchayib boradi. Turli ziddiyatli xiyollar qaynimida tonchiqib qolatdim. Oqibatim nima bo'la? An'anaviy odat kuchi va jamiyatning umumiy axloq qarashi oldida men yuzimga la'nat tamg'isi besilgan gunohkor hisoblanaman. O'shu la'nat tamg'isi umrvoyat peshonamdan ketmaydi. Yigitlar menga nazar ko'zini solmaydi. Men faqat o'zimga o'xshash dardan eshib qolgan birarsiga yoki bira bo'voyga tegalayman. Ammo haqiqiy muhabbat so'ti oldida men bir qahramonman. Nima uchun inson o'z vujudidagi shuncha qimmatli muhabbatni tunchuqtirishi, o'zining qisqa, qaytalanmas hayotini muhabbatsiz qorong'u do'zaxga aylantirishi kerak. Toshni tayoqqa tangadigan, ammo bir-birini jon dili bilan so'yadigan, bir-birisiz yashayolmaydigan yuraklarni ayirib etadigan undoq axloq qarashlari naqadar bema'ni ha? Bir kuni shaharga kirdim. Uning ayoli ishlaydigan doktorxonani izlab tepib, yo'qlang bir bahona bilan doktorga ko'rindim. Keyin doktorxona atrofida uzundan uzunga aylanib yurdim. Yo'llarda bo'yturqi yoki chiroyi uningga o'xshab qoladigan birarsini uchirtib qolsam, yuragim selib, put qo'limda jon qolmaydi. Agar uni rostila uchirtib qolsam, hoshimdan ketib qolarmanmikin deb qo'rqatdim. Kechgacha bo'ron uchirtgan g'azondek tamtirab aylanib yurib, oxirgi avtobusga oron ulgurdim. Qalbimda chunqur umidsizlik, hasrat, bo'shliq. Yotoqqa beribla o'zimni karavotga tashladim. Kiyimlarimni solmay, chiroqni yoqmay yotdim. Tang kechida ichimning qattiq siqilishidan uyg'onib ketdim. Tomoqlarim qurib, muzdek bir narsa ichkim kelib turadi. O'rnimdan turib, eshikni yo'g'on echib, kechining salqin shamolig'i o'zimni tutib turdim. Ko'zim birdilla chetdagi eshikning yo'chuqidan sirg'ib turgan suz yo'riqlikqa tushdi. Ah xudo, u ketdi-da. O'zimni o'sha ishga etishdan orolli tutib qoldim. Kechini kirpik qoqmay o'tkazib, tong sahardan boshlabla uning eshigining echilishini kutishga boshladim. Eshik tushgacha echilmadi. Uy ichidan biror shapimi kelmaydi. Birdilla ichimga qo'rqinch kirib oldi. Eshik mangu echilmaydigandek. Uning ichida qandoqdir qo'rqinchli bir ish yuz berayotgandek. Hech nimaga qaramay eshikni ittardim. Eshik taraqlab echildi. Shu hamon burnimga gupildab haraq-puruqqa urildi. Bo'lingdagi karavotda biri ko'zlarini yumib yotadi. Ko'zlarimga ishonolmay qoldim. Chiroyi sarg'aygan, soqollari o'sib ketgan bu odam rostila shumidi? Eshik derazini echib etib, yotoqni havolantirdim.
Yotiqimdan bir stakan qaynoq suv elib chiqib, bosh tarpiga qo'yib qo'ydim. Putimning uchida dastlab chiqib ketayotsam, uning ovozi anglandi. Bu ovoz har qachonqidek vujudimni titratdi. Risolatmi? To'xtang, gappa. Av o'rindiqda o'ltiring. Men kichik boladek itoatmanlik bilan o'rindiqqa berib, tub-tuz o'ltirdim. Siz bilmaysiz, Risolat. Men sizning oldingizda gunohkor. Men yaxshi odam emas. Bundan keyin meni izdamang. Meni Akbar aka demang. Bir amal qilib bu yerdan keting. Yurtingizga yo'tkilib ketsangizmi bo'ladi? Uqdingizmi? Uqmadim. Siz nemishqa gunohkor bo'lgudeksiz? Men nemishqa yo'tkilib ketgidekman? Rostla uqmadingizmi? Uqmadim. Undaq bo'lsa anglang. Men ikkimizning davomli bir yerda ishlashini afsiz bilib, tushunyapamsiz. Afsiz bilib, shaharlik ma'rif idorasi orqali sizga shahar ichidan o'rin o'qishgan edim. Oldingi kuni ma'rif idorasidagilar mendan sizni surishtirdi. Xabar qilib qo'ysang, kelib yo'tkilish rasmiyatlarini bajarib olsa dedi. Meni nima deding demamsiz? Risolatning yo'tkalgisi yo'qkan, maktab uni qo'yib bermaydi ekan dedim. Uqdingizmi? Shundoq deb sizning yo'lingizni to'sdim. Qandaq? Men qaltis oliyjanob odam ekanman. Endi siz mening yuzimga tukuring. Ko'chtimga og'riqdek ikkini siling. Ondan men qaramay chiqib keting. Ikkinchi yuzimga qaramang. Agar men sizga rahmat aytsam-chi? Nima? Rahmat? Ha, sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Meni rostila yo'tkalgim yo'qdi. Mushu maktabdan hech nega bormaydim. Nemishqa? Qani gap qilmang. Nemishqaligini sizmi bilmamsiz? Yo'q. Yo'q, bundoq demang. Men rostimni aytay. Mening sizni Farruxdan qochirishimdimi? Kutubxona ishiga tortishimdimi? Yomon niyat bor edi. Men sizni qanday qilib o'zimga qartib olishni o'ylab, mendan yergina yo'lingizni tepib oling. Men sizga faqat baxtsizlikni yeb kelaman. Mundaq qilayli. Atili shaharga kiring. Ma'rif idorasidagilarni tepib, Akbar muallim xato anglab qopdi-da. Men rostila yutkilatdim-da. Balkim bu oraliqda boshqa bir rasmni almashtirib bo'lmas. Hurmatli radio anglag'uvchilar. Yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Sizning yeningizda o'zimni tutib olishning naqadar qiyinga tushayotganligini qilchi sezmadingizmi? Siz menga uncha rahimsizlik qilma. Rahimsizlik qilayotganman emasman. Qanday qilay? Nima qildaysiz? Shug'unisi, u baxush bo'lib ketib xudini yo'qitib qo'ydi. Xush xabar yetkazgili kechlab sening yaningga chopdi. Oxiri o'zining beshini yedi. Qandaq? Endi ishongansan, Xudoyim ishqoning jazosini ashundoq berdi. Mana qarang singlim, o'tgan ishlar o'tdi. Bu gaplarni bir siz bilasiz, bir men bilaman. Ba'zilar gumon qismi pokit yo'q, og'zini ocholmaydi. Bundan keyin yepib qozon yepib bet qolsin.